Yo nigger, hammaga salom va narsalar sizlar bilan men Steve Gaming bolalar. Bugungi videomizda top 3 ta eng zo'r kartalarni obzor qilamiz. Yaqinroq joylashib olinglar, yo'llaringga yeb ichishga narsalar olib kelib olinglar. Qanunda biz top 3-kartamizga ketdik bo'lmasa. Niggerlar top 3-kartamiz. Bu Modern City menimcha eslab qoldim. Shu, yana bilmadim. Xullas mana bu yerga borib tugmani bosasizlar. Tugmani bosganingizdan keyin sizlar paydo qiladi hozir. Mana paydo bo'lgandan keyin mana shunaqa uyda paydo bo'lasizlar. Bu uy juda ham ichlarigacha dekoratsiya qilingan bu uyda. Xullas do'stlaringizni qo'shib mazza qilib, agar youtuber bo'lsanglar, YouTube'ga videolar olsanglar, serial olsanglar bo'ladi yoki xohlasanglar o'zlaring do'stlaringni qo'shib shunchaki mazza qilib o'ynashlaring mumkin. Bu yerni obzor qilib beradigan bo'lsam, bu yerni mana bunaqa banklar bor, kattagina. Bu yer juda ham zo'r qilingan bu karta. Men o'zimga shaxsan yoqadi. Buni gapni cho'zmasdan top 2-o'rindagi kartamizga ham o'tamiz. Qani go bolalar, negerlar. Mana negerlar, короче, top 2-o'rindagi kartamiz. Bu kartada nima bo'lishini sizlar bilmaysizlar, chunki men aytmam. Короче, mana shu belgini olib borib kirganlaringdan keyin mana shu sizlarni teleport qilar ekan. Keyin o'zlaringga o'xshagan chirib qolgan bobolaringni olib borasizlar. Bosib start, keyin yesni bosasizlar. Shundan keyin sizlarni hamma bilgan o'sha one blockga yuboradi. One blockga mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi agar do'stlaring qo'shib. Xullas shunaqa karta bu. Menga yoqadi bu karta. Yana sizlardan so'ramoqchi edim. Shunaqa kartalarda video olaymi, shu 3 ta kartadan bittasi yoki yana shunaqa modlarni qo'yib ketaveraymi? Kommentariyada yozinglar. Masa gapni ko'paytirmay keyingi modga o'tamiz. Qani go. Mana negerlar, короче, bu kartamizda juda ham zo'r, menga shaxsan yoqadi, chunki o'zim juda ham ko'p o'ynayman bu kartani. Chunki bu kartani zo'r taraflari juda ham zo'r qilingan. Bunaqa asarlar bilan tushasizlar. Minecraftda ham hayot o'shaladi, короче. Xullas gapni ko'paytirmayman. Akalaring olib borsanglar nima deyishini ko'rib, agar inglizchani tushunsanglar, mana shularni nima qilishini tarjima qilib kommentariyaga yozaveringlar. Keyin mana bular o'zcha gaplashadi nimadirlar haqida. Meni telefonimda eshitilmayapti sizlarga, lekin o'zlaring o'yinlaringda gaplashadi. Animatsiyalari juda ham zo'r. Xullas sizlarga o'yinni ko'rsatsam, mana shu yerdan to'g'ri borib Mariya kirasizlar. Eslan qo'llaringga 4 ta narsa beradi. Birinchisi bu oxirgi qanaqadir gaz, bu ovqat o'rniga, ya'ni yo'llardan ham shunga o'xshash gazlarni topib sindirib o'zlaring olsanglar bo'ladi. Bu juda ham kerakli. Maslahatim, boshdan buni ichib tugatib qo'ymanglar, chunki bu juda kerak bo'ladi. Mana ularni sindirishga ham harakat qilib o'tirishlaring shart emas. Mana bunisini hali tushuntirmadim. Xullas buni bossanglar, o'sha checkpointlaringga qaytarib qoladi. Masalan, qanaqadir qorlarda tiqilib qolishlaring mumkin o'sha paytlarda. Bu sizlarni xullas shu checkpointga qaytaradi. Negerlar, короче, sizlar bilan bugun vaqtim ko'p ketib qoldi. Hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan men Steve Gaming bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha kommentariyada yozib ketinglar. Videolar qanaqa bo'lsin? Mana shunaqa kartalarda bo'lsinmi yoki oddiy shunaqa karta modlarni obzor qilaveraymi? Bu kartalarni meni Telegram kanalimdan topasizlar. Telegram kanalimni mana shu pastda yozib qo'yaman. Hammaga xayr.